xullas qizlar sizlarga o'xshab men ham semiraman ozaman endi men operatsiya qildirmaganman hech qachon qildirmaganman. Diyeta tutish bilaman bu azob, yaxshi ko'rgan narsaga yeyolmaysan. Xullas lekin narsa yeb qo'ygandan keyin обязательно detoks ichaman. Detoks GMP ya'ni Miraboy, ya'ni Koreya texnologiyalarida tekshirilgan bo'lib, ayol uchun foydali bo'lib, hamma narsasi bor ichida, ya'ni tabiiy mahsulotlardan qilingan bo'lib, hech qanaqa zarari yo'q. Hattoki buni bolalarga bersanglar ham bo'ladi, yosh kattaga ham bersa bo'ladi. Ichi qotib qoladigan. Misol uchun yosh kattalarning ichi qotadi, kichkina. Misol uchun men kichkinamni ham ichi qotadi. Shunda ikki xildan bir qoshiq beraveraman, o'zim ikki qoshiq ichaman. O'shaning uchun ichiga yumshatib, qabziyatni yaxshi qilib beradi, polniy organizmni tozalab beradi. Yuzda ham, misol uchun